Bunaqasini hali aniq ko'rmagansiz. Rostakamli, sersuv va mazali turk taomlari. Menga obuna bo'lishni unutmang. Endi esa eng mazalilarga o'tamiz. Yaqinda yangi ochilgan turk restoraniga kirib ko'rdik. Birinchi qadamimizdayoq bu yerning yoqimli muhitini his qilasiz. Avvalgi nonushta qilishga qaror qildik va afsus qilmadim. Bu yerda turk nonushtasi nafaqat mazali, balki o'z puliga yarasha juda zo'r. Iskandar kebab bu yerda juda a'lo. Go'shti juda ayamasdan saxiy solishar ekan. Ta'mi esa wow. Ochig'i, ko'plab Turkiya restoranlaridan ham mazaliroq deb ayta olaman. Keyin esa ularning firmini taomi kebabchi diyorum. Bu taomga nima deyishni ham bilmayman. Juda shirador, o'zgacha va albatta tatib ko'rishga arziydi. Pidecha boy mahsulotlari va pishloq bilan. Yana bir ajablanarli narsa, bu yerda baliq ham tayyorlashar ekan. Men losos filesini oldim, og'izda prosta erib ketadi. Salatlar ham juda qiziq edi. Nok va feta pishlog'i bilan. Aytgancha deyarli unutib qo'ydim. Qo'y qovurg'asidan kabob. Yumshoq va xushbo'y go'sht hammaning yoqimiga tushadi. Bu yerda barcha ziravorlar va ko'plab mahsulotlar to'g'ridan-to'g'ri Turkiyadan olib kelinar ekan. Ichimliklardan esa haqiqiy turk limonatlari va albatta juda mazali ayron. Ichkariga kirganingizdayoq havo qanday toza ekanini sezasiz. Chunki bu joyi ichida professional havo tozalagichlar o'rnatilgan. Yana bir qiziqarli narsani sezdim. Timerli o'yin bor ekan. Tugmani bosib, agar aynan 10 soniyada to'xtatsangiz, Daner set sizga sovg'a sifatida. Menga nasib qilmabdi, lekin sizga balkim omad kulib boqadi. Joy manzili shu ekraningizda va video tarafida ko'rsatilgan bo'ladi. Restoran nomi Kebabchi House.